Siz dadayız na jigar press etki bo'lgan. Diyor, yaxshimisiz, maday zo'rmi? Siz dadayız na jigar press etki bo'lgan. Jigar press etki bo'libdan keyin nima muammo bo'ldi? Operatsiyadan so'ppa-so'q bo'ldi. Necha kun palataga ham 21 kun yotdilaringiz. Undan keyin nima muammo bo'ladi? Operatsiyadan chiqqandan keyin shu ichkaridan qon ketish bo'ldi albatta. U necha kundan keyin bo'lgan o'zi? Operatsiyadan keyin 21 kun palatada yotdik. Keyin 3 ta analiz topshirdik, 4-analizga topshirish jarayonida. 4-analizga 3 kun 4 kun qolgan. Lekin undan oldin hech bala bilingani yo'q, ha? Undan hech qanaqa muammo bo'lmagan. Hammasi joyida. Endi keyin O'zbekistonga ketishingizga harakatdasilar edingiz. O'shandan keyin yaralar bilinib qolgan ekan. Yarada muammo bo'lgan. Keyin baka keldingiz, nima dedi varishlar? Keldik, vrachlar qon kamayib ketdi dedi, qon ketyapti dedi. Yaxshi boriga shukr, sirada tezda hamma muolajalar qilindi, Xudoga shukr hozir yaxshi. Qancha xun bo'ladi o'shanda bilasizmi siz? Gemoglobin 3 ga bo'lib kelgan ekan. Gemoglobin 3 bo'lib kelsa degani kasalga zarar. Siraz xun o'langan ekan. Xun berib bundan keyin endoskopiya qilgan, ha? Qon kuyishda doktorlarga rahmat, sizga rahmat. Undan keyin stent qo'yilgan ekan. Masalan, sizlar chet eldasizlar, boshqa davlatda. Sizda bironta o'sha pul so'ramadimi? Pul berish kerak, yotish kerak, undan keyin bo'ladi. Nima, qanday hal bo'ldi bu masalasi? Hammasini Muhsin akam hal qildi, Muhsin akam. Yo, So'ramadi. o'shana balinsa yoki varashlar nimadir indamadimi? Siraz yotkazingmi? O'sha orqalardan sizlar bilmaysiz, qanchalar narsa bo'lishadi. O'sha narsa biz bilamiz. Masalan, balinsalar ham o'sha tekinga qo'ymadi. O'sha narsani deyda kamdan kam 3 kunga to'lov bo'lish kerak. Bu bizni endi yordam kasallarimiz uchun paket tayyorlangan ekanmiz. O'sha reanimasiya dilni bo'ladi, palata dilni paket operatsiyadan keyin. Lekin biz uni harakat qilib yotkazdik bir. Bo'lmasa agar siraz bunaqa narsa kerak bo'lsa, reanimasiyaga tushsa, vaqti qimmatga tushadi odam. Lekin o'zim bemorlarim uchun Xudoga shukr buni hal qilganman. Xalqiga nima deysiz? Rahmat, hech kimga bunaqa ish bo'lmasin. Iloyim. Bunaqa holat bo'lsa ham o'qishga hojat yo'q. Shu Muhsin akamni chetda nima kerak bo'lsa, u birinchi o'rinda hamma narsa qilinadi, pul bunaqa narsalar so'raladi. Pulanda keyingi narsa birinchi bemorlarga hayot qiziq ekan. Men to'g'risida, masalan, agar pulga deb kimdir hayotga zarar bo'lsa, olib qo'ysa, o'sha yaxshi emas o'sha narsa. Masalan, siz o'ylabiga agar, masalan, men o'ylabim shunaqa bo'lsa, kimdirga muammo bo'lsa, men pul ko'rmayman-u, birinchi ularga yordam beraman. Xuddi shunday bemorlarimiz biz o'ylamiz ekan. Ular keladi bizga ishonib. Agar bayda shuna pulga qarab nimadir muammo bo'lsa, u yaxshi narsa emas. Xudo tomonidan ham, baydan ham. Iloyim hech kim kasal bo'lmasin, shunda doim chiroyli tursinlar. Xudo hammalarga shifo bersin, iloyim, yaxshi bo'ling. Endi tez kunlarda siz ham chekib uyga ketasiz O'zbekistonga. Sog'indingizmi xotiningizni? Gaplashdingizmi yo'qmi? Gaplashdingizmi? Yaxshi bo'ling. Aka-ukalaringiz yaxshimi? Qarindoshlaringiz baribir so'rab turadi-ku, har kuni qanaqa ahvolda ekan. Bir kun telefonga javob berishmaganiga meni tinch qo'yishgan yo'q. To'xtamasdan telefon. Shunday. Iloyim yaxshi bo'linglar.